Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar va obunachilar va vatandoshlar. Barchalaringizni ishlaringizga omad, kuch-quvvat tilab qolaman. Keladigan Qur'on hayitlari bilan tabriklab qolaman va O'zbekistondagi, Qozog'istondagi barcha birodarlarga, o'zbek musofir va tojik musofir yurtdagi akalariga, O'zbekistondagi barcha hammalaringizni keladigan Qur'on hayiti bilan tabriklab qolaman. 2026-yil ko'chatlarda o't bosib ketgan va ko'chatda xomtek jarayonlari bo'lyapti. Shu o'tlarni tozalash jarayonlari bo'lib, mana bu yoqda choponlari qilinadi. Keyin siz uyingizda agar ko'chada ekkan bo'lsangiz, 1 yillik yoki 2 yillik ko'chada ekkan bo'lsangiz, o'sishi sust bo'ladigan bo'lsa, tepaga chiqmaydigan bo'lsa, yon shoxlari mana shu yerda ko'rishlaringiz mumkin. Mana bitta nodada, bitta shu ko'chat o'zida bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta bo'lgan. Bizga mana shu yerdan bittasi yetadi, bizga kerak emas. Olib tashlanadi. Mana olib tashlanadi. Xoh 1 yillik bo'lsin, xoh 2 yillik, xoh stakanda ekilgani bo'lsin. Agar shunchaki o'sgan bo'lsa, sizlar mana shu mana ko'rishlaringiz mumkin. Tozalanib, o'sha bargni yonida bachka chiqaradi, bachka ya'ni novda chiqaradi. Shuni tozalaysizlar. Keyin dori berishlari, suv berishlari hosilga kirmagan ko'chatlarga ko'proq beriladi va mana bu yoqdan ko'proq suv dori beriladi. Tomir uzoqroq ketadi. Xoh uyingizda bo'lsin, xoh ko'chat qilib o'zingizga tayyorlagan bo'lsangiz ham shunaqa ishlarni qilib borishlaringiz mumkin. 2-yilda, 3-yilda tez hosilga kirib, o'sib hosilga kirib qoladi. 2 yillik ko'chatingiz bo'ladigan bo'lsa ham, tepaga chiqqan yo'q bo'lsa pastroq qilib qirqqan bo'lsangiz ham, shuncha o'sgan, sust bo'ladigan bo'lsa, vitamin dorilari bor. Kimyoviy preparat sotadigan aptekalarga borsalaringiz, preparatlari sotiladi. O'zingizni ko'chatingizni suratga olasiz va olib borasiz. Barglari sarg'ayishi, barglarda kasallik paydo bo'lishi, ko'chatda o'sishi sust, tomir rivojlanishi bo'lmayotgan bo'lsa, o'shalarga kimyoviy preparatlari bor. Tagiga berishi, kalsiy yetishmasligi, temir modda yetishmasligi va o'sishi sust, zankizak tushishlari va hokazo kasalliklariga qarshi ko'chatingizga dori berishadi. Suratga olasiz, firmasini so'raysiz, qaysi davlat, qaysi nima, dori dozasini necha foizlik, qaysi payt sepish kerak, hammasini so'rab bilib keyin olib sepsangiz bo'ladi ko'chatga. Ko'chat sog'lom bo'lishi uchun, yil davomida yaxshi hosil berishi uchun ko'chatni kasalligi tozalanadi. Va mana bunaqangi daraxt bo'lib hosilga kiradi. Mana shunaqangi daraxt bo'lib 3 yillik bo'lib hosilga kiradi. Ko'chatingiz o'shanday bo'ladi. Hozirgi ko'rsatganimdek hosilga kiradi. Salomat bo'linglar. Tashakkur.